أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Bakara suresi 185. ayetten 187. ayetgacha bo'lgan oxirgi qismini o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ba'd, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresinin 185. ayetinden 187. ayetgacha bo'lgan oxirgi qismini o'qiymiz inshaalloh. Ba'd, billahi mineşşeytanirracim. Sohurliqning oxirgi vaqti. Taki tangning oq yipi qora yipidan ayrilganға, ya'ni tang yorganға qadar yangla, ishinglar, ondan kech kirgicha ro'za tutinglar. Yani Allah Teala bu ayette ro'za tutgan kişinin eğer xolasa Ramazan keçileri, keçinin qarong'uliq tugab, tang suzilgichi bo'lgan oraliqda yeb ichish va buningdan ilgariki ayette jinsi munosabat o'tkazishga bo'ladiganligini bayon qildi. Qur'on buni oq yeb, qor yebdan ayrilganға qadar deb bayon qildi. Ondan buning tushuniksiz bo'lgan yerini toki tongning degan so'zi bilan tushuntirdi. Imom Buxoriy Sahil ibn Sa'idning mundaq deganligini rivoyat qildi. Oq yipi qor yipidan ayrilganға qadar yangla, ichinglar degan oyat tushib, toki tongning degan oyat tushguncha kishilar ro'za tutmoqchi bo'lsa, o'zlarining ikki putiga oq yip bilan qor yipni bog'lab qo'yib, u ikkisini farq etarligidek yo'riq bo'lg'icha tamoq yeydi. Ondan Alloh taolo toki tongning degan oyatni tushirdi. Ondan ular oq yip bilan qor yip degan so'zdan kecha bilan kunduzning ko'z tutilganligini bildi. Imom Buxoriy Şaibining Adining mundaq deganligini rivoyat qildi. Adi ya'ni o'zini demakchi. Oq yip bilan qora yipni elib yenida qo'yib qo'ydi. U bir kuni u ikki yipni qaridi. İki yipni birsidan farqlantirgili bo'lmadi. İki yipni birsidan farqlantirgili bo'lmadi. U ikki yip ayrilguncha yey dese kun chiqib qoladi. Shuning uchun atdigandila payg'ambar alayhissalomning yeniga berib, ey Allohning payg'ambari, men yostiqimning yeniga yip qo'yib qo'ygandim. Men yipning rangini farqlantira olmadim. Qandoq qilaman deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, agar oq yip bilan qora yip yostiqning yenida bo'lgan bo'lsa, undaqda sening yostiqing nima degan kang dedi. Imom Buxoriy Adi ibn Hatamning yana mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men ey Allohning payg'ambari, oq yipning qora yipdan ayrilishi degan nima? U ikkisi haqiqiy yipmi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom, agar sen u ikkisini haqiqiy ikki tal yip deb tushungan bo'lsang, sheksiz sening gadining kangkan. U undaq emas, ya'ni u ikkisi ikki dona yip emas, balki kechining qorong'uligi bilan kunduzning oqliqidir dedi. Sohurliqning afzalligi va uning vaqti. Allah Teala'nın tang atqıçılık yep içişke yol qo'yganligi sohurliq yeyishning yaxshi ekanligining pakitidir. Chunki
sohurluq yeyish Alloh taolo ruxsat qilib bergan ishlardan bo'lib, Alloh taolaning ruxsatini qabul qilib, uningga amal qilish yaxshidir. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom kishilarni sohurluq yeyishga rag'batlantirib mundaq degan: "Sizlar sohurluq yanglar, sohurluqda barakat bor." Imom Muslim Amr ibn As radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Sheksizki, bizning ro'zimiz bilan ahli kitobning ro'zisining oraliqidagi farq sohurluq yeyishdir." Imom Ahmad Abu Saiddan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Sohurluq yeyish barakatdir. Sizlar bir yutum suv bilan bo'lsa-mu sohurluq qilinglar. Sohurluq yegichilarga Alloh taolo rahmat qiladi va farishtalar uning gunohining kechirim qilinishini tilaydi. Buningdan boshqa sohurluq yeganlarning qatoridan bo'lish uchun bir yutum suv bilan bo'lsa-mu sohurluq qilishga rag'batlantiradigan nurg'unliq hadislar bor. Buningdan sohurluq yeyishning yaxshi ekanligini ko'rib olaymiz. Sohurluqni tong suzilgili boshlagan vaqtgacha kechiktirib yeyish mustahabdir. Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhu ibn Malikdan Zaid ibn Sabitning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Biz payg'ambar alayhisalom bilan birga sohurluq yeb bo'lib, ondan namoz fajrni o'qidik." Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Zaiddan namozning azini bilan sohurluqning oralig'ida qanchalik vaqt bor edi deb so'radim. U 50 oyat o'quvchilik vaqt bor dedi. 50 oyat o'quvchilik vaqt bor edi deb javob berdi. Nurg'unlagan sahobalar va tabiinlarning sohurluqni tong etishga yaqin yesi bo'ladi deganligini rivoyat qilindi." Imom Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Bilalning azini sizlarni sohurluq yeyishdan cheklab qo'ymasin. Chunki u tong yorishdan burun azan aytadi. Sizlar Ibn Ummu Maktumning azan aytganini anglag'icha yeb ichinglar, u tong suzilmagicha azan aytmaydi." Imom Ahmad Qays ibn Talqinin otasidan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Tong suzilish degan osmonning atrofidagi uzuniga so'zilgan oqliq emas, balki u to'g'risiga ketgan oqliqdir." Abu Davud va Tirmiziyning rivoyatida mundaq deb keldi: "Sizlar yeb ichinglar, sizlarni egiz, ya'ni uzunisiga ketgan oqliq cheklab qo'ymasin. Sizlarga qizilliq to'g'ri qilingucha, ya'ni to'g'risiga ketgan oqliqni ko'rgicha yeb ichinglar." Junublik holatida tong otqizib qolgan kishining ro'za tutishining durust bo'lganligi. Alloh taolaning ro'za tutmoqchi bo'lgan kishi uchun yeb ichishni va jinsiy munosabat o'tkazishni tong yorug'icha ruxsat qilganligi. Junub holatda tong otqizgan kishining yuyinib ro'zasini tutaversa durust bo'ladiganligining faktidir. Bu 4 mazhabning imomlari va salaf xalaflardan bo'lgan ko'p sondagi olimlarning ko'z qarshidir. Imom Buxoriy va Muslim Aisha va Ummu Salama radhiyallohu anhumaning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Payg'ambar alayhisalom ehtilomdan emas, jinsiy munosabat o'tkazganlikdan junublik holatida tong otqizatdi. Ondan yuyinib ro'zasini tutaveradi." Imom Buxoriy va Muslimning Ummu Salama radhiyallohu anhadan qilgan rivoyatida mundaq deb keldi: "Ondan ro'za tutatdi, qazosini qilmaydi." Imom Muslim Aisha radhiyallohu anhani mundaq deganligini rivoyat qildi: "Bir kishi payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, men junublik holatda namozning, ya'ni fajr namozining vaqti kirib qoladi. Men ro'za tutamdiman?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Meningmi junublik holatimda namoz, ya'ni
fajr namozining vaqti kirib qoladi. Menmi ro'za tutaman-ku, dedi. Ondan u: "Ey Allohning payg'ambari, sen bizga o'xshamaysan. Alloh taolo sening ilgirki va keyingi barliq gunohingni kechirib o'tgan tursa", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men Alloh taolodan sizlardan bakrak qo'rqadigan bo'lishimni bak orzu qilaman va taqvodorlik qilishni sizlardan yaxshiroq bilaman", dedi. Kunning kirib ketishi bilan ro'zining tugab iftorning boshlanganligi. Ondan kech kirgicha ro'za tutinglar. Bu oyat shariatning hukmi bo'yicha kunning kirib ketishi bilan iftor qilishning lozimligini ko'rsatib berdi. İmam Buxoriy va Muslim Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar kecha bu tarafdan oldini qilib kelsa, kunduz bu tarafdan keynini qilib ketsa, ro'za tutgan kishi cho'qim iftor qilish kerak. Sahil ibn Said radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar iftor qilishga oldirgan bo'lsalar, ular yaxshilik yo'lida bo'lgan bo'ladi. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq dedi: "Sheksizki bandilarimning ichidan menga yaxshi ko'rindigini iftor qilishga oldirganidir. Ro'zini ulab tutishning cheklanganligi. Suhurluq va iftor qilish yaxshi bo'lganligi uchun oraliqida iftor va suhurluq qilmay 2 kunni ulabla ro'za tutishdan cheklagan nurg'unlagan hadislar bor." Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Sizlar ro'zini ulab tutmanglar." Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, sen ulab tutadigansan-ku", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Men bu jihatda sizlarga o'xshamayman. Men kechasi yatsam, menga mening Robbim taom va suv berdi", dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Sahobalar shuningdan keyinmi ro'zini ulab tutishdan yanmadi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom ular bilan billa 2 kecha kunduz ro'zini ulab tutdi. Ondan ular yangi oyni ko'rdi. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Agar oyning chiqishi kechikkan bo'lsa, ulab ro'za tutishni avutatdim", dedi. Payg'ambar alayhisalomga ro'zini ulab tutganda berilgan yemek içmek ma'naviy jihatdagi yemek içmek bo'lib, agar u yemek içmek haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, ro'zini ulab tutgan bo'lmaydi. Agar bir kishi ro'zini ulashni yaxshi ko'rsa, kun kirib ketgandan keyin iftor qilmay, suhur vaqtigacha biror narsa yemisi bo'ladi. Ro'zini ulamoqchi bo'lsa, kishi bugunning suhuridan boshlab atining suhurigacha ulusin. Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhu bu haqda payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Sizlar ro'zini ulab tutmanglar. Kimiki ro'zini ulashni xolasa, suhur vaqtigacha ulusin." Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, sen ulaydigansan-ku", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Men bu jihatda sizlarga o'xshamayman. Men kechida yatsam, menga taom va suv beradigan zot bor", dedi. E'tikofning hukmlari. Sizlar masjidda e'tikofda o'ltirgan chig'inglarda kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Bu oyat Ramazonda bo'lsin yoki Ramazondan boshqa chaqda bo'lsin, masjidda e'tikofda o'ltirgan kishi haqida kelgan bo'lib, Alloh taolo uningga kechida yoki kunduzda bo'lsin e'tikofni tugatib bo'lguncha ayoliga yaqinlashishni harom qildi." Zahhak mundaq deydi: "Ilgari e'tikof qilgan kishi xolisa masjiddan chiqib ayoliga yaqin keladi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi: Sizlar masjidda e'tikofda o'ltirgan chig'inglarda
gündüz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ya'ni sizlar ularga masjidda yoki masjiddan boshqa yerda e'tikof qilib turgan vaqtinglarda yaqinlashmanglar. Mujahid va Qatada qatorliqlar mundaq rivoyat qildi. Burun masjidda e'tikof qilayotgan kishilar mushu oyat tushganga qadar xolisa sirtqa chiqib ayollarga yaqinchilik qiladi. Bütün olimlar e'tikof qilgan kishining masjidda e'tikof qilib turgan vaqtida ayollarga yaqinlashishning haromligi to'g'risida birlikka keldi. Agar u hojat qilishga o'xshash yoki yeyish, ichishga o'xshash zaruriyat uchun uyga borsa, uyda shu hojatini tugitib bo'ladigan vaqtdan ortiq turishi durust emas. Ayolini so'ydigan va quchoqlaydigan ishlarni qilmaslik kerak. U e'tikof qilishdan boshqa hech qanday ish qilmaydi. Kasalning ahvolini yo'lda ketib etib so'risi bo'ladi. Ammo kasal yo'qligini birovning uyiga kirsa bo'lmaydi. Ro'z tutishni bayon qilib bo'lgandan keyin Allah Teala'nın e'tikofni keltirishi bendilerini ro'z tutganda yoki Ramazon oyining oxirgi kunlarida e'tikofda o'ltirish va uni askartish uchundir. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhisalomning vafot bo'lguncha Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikofda o'ltirganligi, vafot bo'lgandan keyin uning ayollarining e'tikofda o'ltirganligi bayon qilindi. Hadis kitaplarida mundaq bayon qilindi. Payg'ambar alayhisalom masjidda e'tikofda o'ltiradi. Uning ayoli Huyaynining qizi Safiya uni yo'qlab keldi. U Payg'ambar alayhisalom bilan birer soat so'zlashdi. Ondan uyga qaytish uchun o'rnidan turdi. U chaqda kecha bo'lib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom uni uyiga olib qo'yish uchun turdi. Uning uyi Madinaning bir chetidagi Usama ibn Zaydning qurusida edi. Yo'lda Payg'ambar alayhisalomga ansorilardan 2 kishi uchirdi. U 2 kishi Payg'ambar alayhisalomni ko'rib oldirab mangdi. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhisalom ayoli bilan billa bo'lganligi uchun uningdan hayo qilib o'zlarini daldiga oldi deb keldi. Payg'ambar alayhisalom o ikkisiga oldirmanglar. Bu Huyaynining qizi Safiya, ya'ni bu mening ayolim dedi. Ondan o ikkisi Payg'ambar alayhisalomning o'zlariga degan so'zdan hayron qilib Subhanalloh deydi. Payg'ambar alayhisalom shubhisizki şeytan odam bolasining qon tomirlarida oqadi. Men şeytanning sizlarga dilinglarga yomon gumon silib qo'yishdan qo'rqaman dedi. İmam Şafii mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom bu yerda ikkisini birer yomon gumonga tushib qolmasin deb o'ylab, tuhmat bo'lib qolish ehtimoli bor o'rinda o'zining buningdan pok ekanligini bildirib qo'yishni xohladi. Bu ikkisi birer ishda Payg'ambar alayhisalomdan gumon qilishdan qo'rqadigan kishilar edi. E'tikof qilayotganda ayol kishini so'yish va yoki quchoqlash yoki jinsiy munosabat o'tkazishning hammasi durust emas. Ammo biror narsani sunib berish yoki ilish durust bo'ladi. Bu vaqtda Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhisalom beshini menga yaqin qilib beradi. Men hayzlik altida turib chechini tarab qo'yatdim. U uyga o'zining hojati uchun kiradi. Ayşe radhiyallohu anha mundaq dedi. Bu Ayşe'ning e'tikof qilayotgan vaqti bo'lishi mumkin. Biror uyda kasal bo'lsa, men shu uyning yenidan o'tib ketayotgan kasalning ahvolini so'raydim. Ayni shular Allah belgilagan chegirlardir. Ya'ni biz bayon qilgan va farz qilgan roza va uning hukmlari
uningda qilishga yo'l qo'ygan va cheklagan narsa. Ro'za tutganda qachon taom yeb, qachon to'xtash va uning ichidagi ruxsatlar Alloh taolaning yo'l qo'yib bergan va o'z bayon qilgan hukmlaridir. Sizlar uningdan olqib ketmanglar. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Alloh oyatlarini ularga mushundaq bayon qiladi. Ya'ni insonlarning qandoq yo'l tepishi va qandoq bo'ysunishni bilish uchun xuddi ro'za va uning hukmlarini bayon qilgandek, boshqa ibodatlarning yoki farzlarning hukmlarini Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tili orqali bayon qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sizlar kufrning qorong'uligidan iymonning nuriga sizlarni kufrning qorong'uligidan iymonning nuriga chiqarish uchun Alloh bandasiga ro'shan oyatlarni nozil qildi. Alloh shak shubhisiz sizlarga marhamatlidir, nihoyat mehribondir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Baqara surasi tafsiri 185-oyatdan 187-oyatga bo'lgan oxirgi qismining tafsirini o'qib bo'ldik. Qolgan qismini inshaalloh keyingi qitimda davomlashtiramiz. Va oxiri da'vona valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.